Salam dostum. Nevbaharning dunyosiga xush keldingiz. Go'zallik bilan razillik birla vaqtda mavjud bo'lgan bu hayotda nurg'un qismatlarga duch kelamiz va o'z g'oyalarimiz uchun tirmishimiz. Harg'in hayotdagi tengirqashlarimiz, pushmonlarimiz va mamnunliklarimiz haqida xiyolga petib, bir piyola choyning hamrohligida o'zimiz ustida o'ylangan chig'imizda bu sahifada do'stlar bilan bu xil hayot haqiqatlari va hayotga bo'lgan tushunchalarimiz haqida o'rtoqlashish texmi bir huzurdir. Inson ma'lum bir yoshga kelganda tafakkur qilish usulida, ish bajarish usulida va shaylarga baho berishda bo'lsin o'zgarishlar bo'ladi ekan. Kuzatishim va his qilishimcha bularning eng ko'rinarligi tuvandagidek jihatlarda ifodalanadi ekan. Birinchi, ijtimoiy munosabat to'ringizning tarif berishi. Burun bir kunlarda asqatib qolar deb ko'plab do'st tutgan bo'lsangiz, ma'lum yoshga kelganda u do'stlaringizning sizning mablag'ingizni va zehningizni xo'rtayotganini his qilasiz. Bu xil rasmiyat uchun tutgan ijtimoiy munosabatingizni davomlashtirgandan ko'ra, o'zingizning taraqqiy qilishida siz bilan bir yo'lda mang'alaydigan do'stlarni tanlaysiz. Agar haqiqiy do'st bo'lsa, tamoq so'riniga yoki yig'ilish so'rovlariga ehtiyojingiz bo'lmaydi. Qalbni to'nuydi. Hayotdagi qiyin kunlaringiz qumliqdagi oyoq izlaridek g'oyib bo'lg'isi. Go'zal kunlaringiz bo'lsa, qiyolarga o'yilgan qiyotash rasmlaridek mangulik bo'lg'isi. Ikkinchi, odat xarakterlik qaqshashlar. Ishlar ko'ngildagidek bo'lmasa, doim qaqshaymiz va zarlanamiz. Quruq qaqshag'anga ishning hal bo'lmaydiganligini bilib tursaqmi, yanala o'zimizni tutolmay qolamiz. Asta-asta bu xil qaqshashlar odatga aylanib, sizning og'zingizdagi so'zlaringizda, ko'z nurlaringizda va chiroyingizda ifodalanadi. Bu sizning yeshingizga nisbatan faqatla yarashmagan bir ifoda. Yetilgan bir kishi o'ziga mas'ul bo'lib qolmay, yana o'z oilasidagilar va farzandlarga mas'ul bo'lishi kerak. Odat xarakterli qaqshash o'zimizning kayfiyatini buzib qolmasdan, balki passiv energiyani balalarga tarqatgan bo'lib qolamiz. Tagorning mundaq bir so'zi bor. Agar sen quyoshni qo'ldan berib qo'ydim deb hasrat cheksang, u chaqda yulduzni qo'ldan berib qo'ysan, deydigan. Agar kichik ishlarni deb chechilsangiz, u chaqda davomli sizni nasbisi berdi. Agar aksicha ko'ngilsiz ishlardan o'zingizni yiroq tutish pozitsiyasida bo'lsangiz, qaqshashning o'rniga o'ylanish va o'zini yangilash odatini yetildirgan bo'lasiz. Uchinchi, yolg'on yavidoq do'stlarni tashlash. Hayotingizning shonliq batlaridan o'rin olgan, lekin siz yo'qotishga yuzlangan, mayuslangan damlaringizda nihoyatda aldirash bo'lib ketgan do'stlar bo'ladi. Haqiqiy do'stlarni vaqt sinaydi. Haqiqiy do'st xatolik o'tkazganingizda sizni ogohlantirgan, orqadan sizni qo'g'digan kishidir. Hamma ishingizni boshqalarga yoygan kishi do'stingiz emasdir. Mevlanining munov so'zlari do'stlikqa tamsil bo'la oladi. Ey shamollar, do'stimga uni qanchalik yaxshi ko'rganimni anglatdi. Agar u baxtli bo'lsa, asta yanama kel. Agar dardi bo'lsa, do'sting sening yaningda deb quloqlarga pichirlab qo'ygin. Unutmasinki, yuragim har zaman uning bilan birga. Do'stlar xuddi gumba madakka o'xshaydi. Uning zaharlik yoki zaharsizligini yegandan keyinla andin bilalaymiz. 4. Sizni yoqtirmaganlardan
yiroq turish. Bu dunyoda sizning yoqtirmaydigan odamlaringiz bo'lganidek, sizni yoqtirmaydigan odamlarning bo'lishi tabiiy. Yaxshi odam bo'lish bilan yoqtirmaslik ikkisi ikki xil ish. Zo'rlab boshqalarga o'zini yaxshi ko'rgizishga tirishish faqatla o'zini zo'rlash va o'zini aldashdir. Erishalmasak, voz kechishni tanlashimiz kerak. Sizni yaxshi ko'rmagan odamlar uchun umringizni, qizg'inligingizni zoya qilmang. Sizni yaxshi ko'rmagan odamlar sababidan xushalligingizni yo'qotib qo'ymay, aksicha sizni yaxshi ko'rgan insonlar uchun yashang. Hayotingizning ma'lum bosqichiga kelganda, mana shundoq matematikadagi elish amalini qo'llanishga mahir bo'lib ketadigan davrlar keladi ekan. Hayotga ushluq palladan emas, balki yumaloq palladan nazar solsak, nurg'un ishlarning mutlaq emasligini, nurg'un odamlarning hayotingizda zarur emasligini bayqaysiz. Hayotimizda sog'lom yashashning bir sharti haqiqiy muhabbat va pozitsiya bilan baxtlik yashashdir.